Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi nasihat. Sobit bo'ling toki hosilga yetishing. Sobit bo'ling toki ibodatlaringizning mevasini oling. Chunki Ramazon oyining yarmidan ham deyarli o'tdik. Ey musulmon birodarim, ey muslima opa-singillarim, sizlar qalbingiz tuprog'iga turli xil ibodat va toat urug'larini ekmoqdasiz. Namoz, tahajjud, ro'za, sadaqa, Qur'on o'qish va Allohni zikr qilish kabi ibodatlarni amalga oshiryapsiz. Lekin ehtiyot bo'ling. Sutkashlik, dangasalik va ibodatlarni tark etish juda ham xavfli. Chunki toat va ibodatlardan uzilish zaiflik va halokatga olib keladi. Kim bardavom bo'lsa, o'sadi. Kim o'ssa, hosil oladi. Shunday ekan, bardavom bo'ling. Ibodat va toatlarga shoshiling. Ularga muntazam va doimiy ravishda amal qiling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizni bardavomlik va Allohga yaqinlashtiradigan amallarni izlashga targ'ib qilganlar. Shahr ibn Hawshab roziyallohu anhu Ummul Mu'minin Ummu Salama roziyallohu anhoga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning eng ko'p qiladigan duolari qaysi edi deb so'radi. Ummu Salama onamiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam: "Ey qalblarni o'zgartiruvchi zot, qalbimni diningda sobit qilgin" deb ko'p duo qilardilar deb javob berdi. Alloh taolaning kitobida shunday deyiladi: "Biz senga payg'ambarlarning xabarlarini so'zlab beramiz, toki qalbingni sobit qilaylik." Hud surasi 120-oyat. Barcha bandalar, hatto payg'ambarlar ham sobitlikka muhtoj bo'lganlar. Unda siz bilan biz oddiy bandalar bundan ko'proq sabotga muhtojmiz. Chunki dunyo fitnalarga to'la va bizni Allohdan chalg'ituvchi narsalar juda ham ko'p. Hatto tog'lar ham sobitlikka muhtoj bo'lgan. Imom Buxoriy Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Uhud tog'iga chiqqan edilar. Tog' titray boshladi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam: "Uhud, sobit bo'l. Chunki sening ustingda payg'ambar, siddiq va 2 shahid bor" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning yo'llari doimiylik va bardavomlik edi va mana shu sabotdir. Chunki doimiylik ibodatning mevasini olishga sabab bo'ladi. Imom Buxoriy bu hadisni ma'lum darajada va doimiy amal qilish bobida keltirganlar. Ey birodarlar, ey opa-singillar, amal va ibodatlaringizni davomiy qiling. Masruq roziyallohu anhu Oysha roziyallohu anhoga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga eng yoqimli amal qaysi edi deb so'radi. Shunda Oysha onamiz doimiy amal deb javob berdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Allohga eng suyukli amal oz bo'lsa ham davomiy bo'lganidir" deganlar. Ey islom ummati, amal va ibodatlaringizni mustahkam qiling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam agar bir amalni boshlagan bo'lsalar, uni muntazam bajarar edilar. Agar kechasi uxlab qolsalar yoki betob bo'lsalar, kun davomida qazosini o'qirdilar. Agar biror amalni o'tkazib yuborsangiz, uning qazosini ado qiling. Chunki oz bo'lsa ham doimiy amalga oshirilgan narsa ko'p, lekin tark etilgan amaldan afzalroqdir. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Alloh taolo aytadi: kim mening do'stimga aziyat yetkazsa, unga qarshi urush e'lon qilaman. Bandam menga farz ibodatlardan ko'ra afzalroq narsa bilan yaqinlasha olmaydi. U menga nafil ibodatlar bilan yaqinlashishda davom etadi, toki men uni yaxshi ko'rib qolaman." Bu hadisda davom etadi so'zi ishlatilgan. Ya'ni bu doimiylik va bardavomlikni anglatadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kim kechasi o'zining odati bo'lgan Qur'on tilovati yoki ibodatini tark etsa, ertalab bomdod namozi bilan peshin namozi orasida bajarsa, unga kechasi bajarilgandek savob yoziladi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir amalni boshlagan odam uni tark etmasligi lozimligini ta'kidlaganlar. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Falonchi odam kechalari namoz o'qir edi, lekin keyin uni tark qildi. Sen unday bo'lmagin." Shunday ekan, ey birodarim va opa-singillarim, muvaffaqiyatga erishish uchun yaxshi namuna bo'ling. Amal va ibodatlarni tark qilganlarga emas, balki bardavom bo'lganlaridan o'rnak oling. Men o'zim va sizlarni qalbimizda, oilamizda, farzandlarimizda, turmush o'rtoqlarimizda va hayotimizda barqarorlik va bardavomlikni joylashtirishga chaqiraman. Barcha iymon yo'llarida ham asosiy, ham kichik jihatlarda sobit bo'ling. Sobitlikning sabablarini o'rganishni maslahat beraman. Mas'uliyatni his qilish kitobining 2-qismida sobit qadamlikning 17 ta usuli bayon qilingan. Ularni o'rganing va hayotingizda tatbiq qiling. Alloh taoladan bizni va sizni o'zining toatida sobit qilishini so'rayman. Ey qalblarni o'zgartiruvchi zot, bizning qalblarimizni diningda sobit qilgin. Valhamdulillahi robbil alamin.